Assalomu alaykum qadrli obunachilar. YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'y va mana shunday toza ko'chat nasldor barra qo'ziqozlar. Hurmatli obunachilar, mana sezon ham sekin boshlanyapti akalar. Zo'rlardan kelish boshlabdi akalar. Bugungi videomiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan akalar. Ya'ni o'zimda amakim Zafar akamni xonadonlardamiz. Keldim Zafar aka. Sog'lik qiling. Rahmat. Qo'ylar zo'rdan olib kelyapsiz-a? O'zimiz sotgan bo'g'oz sog'liqlar bolalardanmi? Jonivorlar. Otasi ham, onasi ham Qirg'izistondiki. Ota-onalari Qirg'izistonning qo'ylari. Qo'zlar zo'r. Gap yo'q. Lekin qo'zlar hammasi yuzi, tiniq, qulog'i butun variantidan so'ragan akalarimizga. Qarang akalar. Sort qarang, toza simjun, nasl karbonos. Qulog'i endi tushmagan hech qaysini. Jonivorlar. Ko'chat narsada Hammasi zo'r. Hammasi mo'qon akalar. Qo'chqorlar ham oq yuz akalar. Dumbalar ham o'ta kelishgan ekan hammasi. Mana shu bitta sog'liqcha. Bitta sog'liq. Ha, 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqora. Ha. Jonivorlarni qaranglar akalar, uni sog'liqni qarang. Karbonosini, yuzini qarang, tiniqlagini. Gap yo'q. Ha. Yoshligidan o'zim tarbiyalab qo'yib qolaman degan akalarimizga. Bu dumbani qaranglar akalar. O'tda kelishgan ekan. Ozgina charslik qilyapti qo'ylarimiz. Qo'ylarni qaranglar. O'tda uzun variantidan so'ragan akalarimiz bormi? Shu oyoq qo'li uzunidan 90-95 bo'lib ketadigan variantidan akalar, o'zimda oyoq qo'liga qarasangiz ham ko'rinadi. Oyoq qo'lining uzunligiga bitta baho beringlar. Jonivorlar. Xohlasa hammasi yosh qo'z akalar, yoshlikdan tarbiya qilib, xohlasa o'zi erta bahorgacha boqsangiz chiroyli daromad qiladigan narsa bo'ladi. Xo'p, Zafar aka, bo'ladi, yosh oyligini qanchaga beramiz? 4 oylik atrofida bo'lsa kerak. 4 oylik-a? 4 oylik bo'lgan. Gap. Akalar o'zi Zo'r qo'zlar. katta qo'ydi, gavdasi yo'q qolibdi gavdalari. Bo'ylari bir 70 chiqarsa kerak-a? Kerak, ha, 70 chiqaradi. 70 plus minus bo'laverasizlar akalar. Ola qo'zi ham o'ta ko'chat narsa ekan, jonivor. Xo'p, bitta sog'liq, 3 ta qo'chqor. Bitta sog'liq. Xo'p, yeb-ichlari zo'r, sog'ligi joyida. Ha, joyida. Akalar, qo'ylar ko'rib turibsizlar, bachkana narsa emas. Bu bachkana narsa bo'lganda akalar, o'zi ko'zga ko'rinardi. Mana ko'z ko'rib turgan narsa, xudo xolasa olib chiroyli qilib barakasini topadigan narsalar. Buni narxi nima deymiz, Zafarjon aka? 4 tasini bir joyga olaman deysiz. 4 ta bo'lsa, 3 ta qo'chqorsa, 3 bitta sog'liq. 3 ta qo'chqor, bitta sog'lig'ini endi bitta akamiz olaman deysiz. Ozgina charslik qilib qo'yapti. Nech puldan berasiz narxini Zafar aka? Bir joyga olishsa. Islomjon bir joyga bo'lsa, Kelishtirib, yaqin qilib aytavering aka. Bo'ladigan qilib bir qo'yavering. joyga bo'lsa 36 dan qilib beraman. 3 million 600 ming so'mmi? 600 mingdan bo'ladigan joy. Vodiy ichida dastavka qilib Gap yo'q. Akalar, 3 million 600 ming so'mdan akalar sistemni qo'zini narxida. Buni olib borib akalar kuniga bir piladan 2 mahal ozginadan kepakni berib tursalaring, shunaqa zo'r ketadi jonivorlar akalar. Rosa tobuda aka o'zi o'sadigan joyiga kelibdi. chiroyli. Jonivorlar. Qo'zlar qara. O'lchab qo'ylaymi mana shuni? Bitta o'lchab qo'ydik aka. Borgandan keyin ham ko'ngil holdek bo'lmasin. Bo'ldi. Realniy bo'lsin. Bo'ldi. 12 metrda pul berishaveradi. akalar 70 plus chiqyapti. 70 ga olishaversin, ha? O'z mana hammasini razmeri bir xil ekan akalar. Sog'liqchasini o'chirib. Jonivorlar. Xo'p, 3 million 600 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkasi qilib berilaveradi. Akalar, Allohga chiqaverasizlar. Xo'p, yana bor davomi? 3 partiya bor. Gap yo'q. Akalar, davomini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Like-ni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turinglar. Qo'zlarni qaranglar akalar. Jonivorlar. Obunachilar bunaqa barra qo'zini o'ta seriyozliklardan kelib qoldi akalar. Qo'yavering, qo'ydi qaranglar. Toza hisorisidan ana zo'ridan boqaman degan akalarimiz bormi? Bu son 4 dona akalar, bir pachka bitta obunachimizga. Kambag'alni bo'y qilaman akalar degan variantidan. Qo'ylarni qaranglar. Mana akalar, qo'ylarimizni qaranglar, dumbalari akalar o'sha katta bo'lganda akalar bu yildan ketin erta bahorga shu chiroyli qilib boqsangiz 180 kilo, 200 kilo bo'lib ketadigan variantidan. Bu otalari ham o'ta katta qo'y bo'lgan bo'lsa kerak, Zafar aka. Qiziq sog'ib qo'y chiqardi bolalar. To'g'ri, o'z jullari ham aytib turibdi, to'nlari ham. Qo'zlar qarang. Jonivorlarni qaranglar akalar, pullaringiz arziydigan. Bu bo'ynishlar o'tirsangiz hozirroq badani yaxshi. Jonivorlar. O'z baliq bo'yatib degan. Ha, to'ttosini ham qulog'i butun ekan akalar. Kallani qaranglar akalar. Baholasini. Chiroyli baraka topib, bu qo'yni sotyapti turganda ham akalar, agar mobodo sotsangiz, ishqozlikka boqsangiz ham bo'laveradi akalar. Jonivorlarni. Uruqqa boqsalaring ham bo'ladigan variantdan. Hammasi tik dumba. Hamma joyi kelishgan akalar, o'sha
chiroyli variantidan ko'chatidan akalar. Olib boqib qo'ying, xudo xolasa pulingizga arziydigan narsa. Ozginalik qilyapti qo'ylarimiz. Ko'ramiz o'rda. Qo'ydim bahini qaranglar akalar. O'ta tik ekan. Uncha shakkadan beradi. Krasavchik qo'chqorcha jonivor. Qo'ydi qaranglar. Xudo xolasa bu yangi yil o'tib boshlaring akalar, yangi yil o'tguncha chiroyli bo'lib ketadi jonivor. Qo'chqorlik qolib qolish Urug'likka boqsa ham bo'laveradi. Bu dumbani razrezni qaranglar akalar. O'tda kelishgan narsaga. Xo'p, bularni ham bo'yinni bir xil beramiz. 70 pilis, 70 ga olishaveradi. 70 plyus. 70 pilis. Turishni qaranglar akalar. Jonivorlar o'zi jicha boqqaningizdan keyin buni ish qilib olsa akalar, dollarga ham olib ko'taradigan bo'lib qoladi. Xulosda o'ta go'zal bo'lib ketadi. Chunki oyoq qo'li uzun, toni toza narsalar akalar. Yuzi tiniq. Otalari ham, onalari ham mundayroq qo'y bo'lmagan akalar. Toza nasldor qo'ydi bolalari ekan. Xo'p, yeb-ichlari zo'r, sog'ligi joyida. Yemashak zo'r yuradi. Ichadan kepaverib boqishaveradi. Xudo xolasa maza qilib, buloq qilib boqishadi. Gap yo'q. Bularni narxini necha puldan qo'yamiz, Zapar aka? Islomjomi tur yo'qdan 38 dan qilib beraman. 3800 dan, ha? Dastavkasi ichida. Endi telefon qilsa, ozgina sunnatga o'tib berasiz. To'rttasi bir joyga bo'lsa o'tib beraman hozir. Gap yo'q. Akalar mana, olib boqib qo'ying, chiroyli baraka topadigan narsalar. Xudo xolasa yaxshi vajal olasiz, pulingizga arziydigan narsa olasiz. Yana qaytarib aytaman, o'sha kambag'alni bo'y qiladigan narsa akalar. Mana, to'ttalosi ham o'ta chiroyli narsalar. Xudo xolasa pulingizga chiroyli arzuradigan narsalar. Kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 24 soat aloqada bo'lamiz akalar. Ekran nomerida 24 soat ishlaydi. Telegramlar bor, agar musofirda ko'ryaptigan akalarimiz bo'lsa. Aloqaga chiqaverasiz. Yana bor bundan keyingi? Bitta qo'zimiz bor, zo'ri. Bitta qo'zimiz zo'ri bor ekan akalar, kuzatib turing. Qo'chqorchon turishini qaranglar akalar, o'ta klass ekan bor u. Mana, bormi ish qilib olsa akalar mana, chiroyli qilib, o'zim tarbiya qilaman degan akalarimiz. O'ta boshqacha ekan Zapar aka. Zo'ri bu. Bu dumbalarni qaranglar, go'zalligini qarang akalar. Hechchani. Sutdan chiqqan bu Zapar aka? Ayim hech shularni berib yeb yotib, bulardan bir oylik kichkina. Ozroq kichkina ekan to'g'ri. Ha. Lekin o'sadigan narsa kelajagi bor. O'zini qarang akalar. Oq yuz, bu dumbani qaranglar. Qo'chqor. Akalar mana. Narxi o'ta arzon bo'ladi deb shuni aytayapsiz. Jonivorni qarang. Turishni qaranglar akalar. O'ta seryozni qo'y ekan jonivor. Boshqacha narsa ekan. Zardasi ham o'zim bilan-da buni. Jonivorlar. Qo'ydi qaranglar akalar, dumbani. Yosh qo'zda shunchalik dumba. Bir 4 oy, 5 oydan keyin akalar bu qo'y qanaqa qo'yishini tasavvur qilib ko'ring. Quloqda uzunligini qaranglar. O'ta garbonoslik o'ta zo'r qo'yagan a. Xo'p, vaqt cho'zmaylik. Narxini necha pul qo'yamiz Zapar aka? Bo'ladi aka, chiroyli qilib qo'yib bering. Zo'r qiladim. 3 ga. 3 million. berishadi, dastavka qilib beraman. Akalar mana. Qo'ylab dastavkasi ichida. Jonivorni qaranglar akalar. O'ta sistemni qo'zim narxida akalar. Sistemni qo'zi ham akalar tug'ilib 10 kun, 5 kunlik qo'ydi. Ha, ozoz kepak yurtasizlaring. 70 atrofida. Ha, jonivorlar. Akalar olaverasizlar. 3 million so'mga вообще arzon bo'ldi. Chunki qo'y o'ta go'zal ekan. Toza simjun narsa ekan. Bu jonivorni qaranglar. Kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqaveringlar akalar. Chiroyli qilib dastlabki xizmatlarini qilib beriladi. Kimga ma'qul kelsa, Allohga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.